Agarda siz ot boqadigan bo'lsangiz, ushbu videoni oxirigacha tomosha qiling va siz otlar haqidagi juda qiziqarli ma'lumotga ega bo'lasiz. Otlarni agar bizlar vaqtida gijasizlantirmasak agar, quyidagi kasalliklarga duch kelamiz. Bularning birinchisi va eng achinarlisi bu kolik kasalligi. Gijalar to'planadi bitta joyga, axlat tiqilib qoladi va axlat chiqara olmay ot nobud bo'ladi kolikdan. Ikkinchisi esa moddalar almashinuvi buzilishi, badaniga olmaydi, berayotgan oziqamizni to'laqonli badaniga singmaydi va hokazo kasalliklar kelib chiqadi. Uchinchisi esa gijalar tufayli otlar vaqtida qochmaydi. Buni siz bilarmidingiz? Otlarni gijasizlantirishda esa bizlar Bravamectin gelidan 3 oyda bir marta foydalanamiz. 1 ml 20 kg tirik vaznga ishlatilinadi va 3 sutkadan keyin esa Broestrofan dorisi 1 ml miqdorida bo'yin qismiga inyeksiya qilinadi. Mana bu otimiz shu Broestrofanni qilgandan keyin uni tug'ib qo'ydi. Albatta bu hazil. Bu videoni oti bor tanishlaringizga jo'natib qo'ying va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Romavetuz bo'ldi.